ایده یار بودیه مایلم جانم یاروز که یار بودیه مایلم جانم یار که آخر gitmez muz Öteğlaşıp gitmez muz Yar günahım yetmez muz Öteğlaşıp gitmez muz Yan gelir şiar bul diye Mayelem can Kim çok zor buldiye Mayelem canım Kim çok zor buldiye Mayelem canım O'zi asli bu qo'shiq haqiqatan ham tizalatadigan qo'shiq. O'tganlar qatori ustozi Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Endi qiyomatlik akalarim deganda men opoqimning qo'lida o'sganman-da, dadamning dadalarining qo'lida. Opoqim rahmatli aytardi. Do'sti muhimi uchun bir narsasi uchun do'st bo'lsang, bu unga shafoatchi bo'la olmaysan. Qiyomatlik do'stim deyish pasroq olasiz, birodarlar aka. Qiyomatlik do'stim deyish ancha munchasiga emas doston.
til suvaysiz narsa. Qiyomatligimsan deyishdan oldin o'ylab ol dedilar. Umidjon akam bilan bu to'yda kuni chiqqanda kiyonakalik ketishdan oldin endi ozgina sirlashamiz u. Endi to'yxona pirxona bo'lsa men uchun qiyomatligimda haqiqatan ham. Doston dedi, shu Husan akam sen menga qana bo'lsang Husan akam ham qiyomatligim. Xudo xolasa dedi. Husan akam ham albatta non tuzini yeganmiz, iloyim qo'llari dard yurmasin. El haq xizmatidan charchamaslar iloyim. Shu orada til suvaysiz narsada ichimizda shayton borda. Umidjon aka dedim, to'yda kuni chiqqan bo'lsa dedim, Xudo xolasa tizzalab xizmat qilib beraman degandim. Endi prosta men gapimga javob qo'yishim tizzaladimda. Endi har xil inson endi bu ijtimoiy tarmoq deydimi, ana shunda ko'rib, zo'ridan quvop hofiz deb o'ylashmasin. Ularga ham Alloh kifoya qilsin. Kuyov bola baxtli bo'ling. Çekkani köp edin, Haskani yol köp edin, Çekkani köp edin. Ayrılık ziyan buldan, Hayalim canım. Ayrılık ziyan buldan, Hayalim canım. Salomat bo'lishga majbursizlar. Baxtli bo'ling ki bolam. Dostonbek Mirzo Qosimov janoblariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat ustoz yo'lini bersin.